Joriy yilning 13-24 fevral kunlari Sirdaryo viloyati hududida sodir etilgan jinoyatlar holati viloyat hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida ko'rib chiqildi. Yig'ilishda hudud rahbarlari, sohaviy mas'ullar hamda jinoyat qayd etilgan mahallalar yettiligi ishtirok etdi. Ushbu davrda viloyat bo'yicha jami 18 ta oldini olinishi lozim bo'lgan jinoyat sodir etilgan. Ularning asosiy qismi o'g'irlik holatlariga to'g'ri keladi. 4 ta holat yoshlar, 2 tasi voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgani profilaktika ishlarini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi deya ta'kidladi Erkinjon Turdimov. Shuningdek, 5 ta o'g'irlik jinoyati hozirga qadar fosh etilmagani tanqidiy baholandi. Ularning barchasi yashash xonadonida sodir etilgani tezkor qidiruv ishlarini kuchaytirishni talab etadi. Shu bois viloyat prokurori va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan mas'ullarga shaxsiy javobgarlik asosida aniq vazifalar yuklatildi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, jinoyatchilikning oldini olish barcha darajadagi rahbarlar uchun ustuvor vazifadir. Mahallalarda profilaktika ishlarini tizimli tashkil etish, xavf guruhidagi shaxslar bilan manzilli ishlash va aholi osoyishtaligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilab olindi.